Agar telefoningizda begona ilova, noma'lum SMS havolasi, siz bilmagan bank kartasi, qarz ilovasi yoki masofadan yordam beraman degan dastur bo'lsa, pensiyangiz xavf ostida bo'lishi mumkin. Men bugun sizga vahima qilish uchun emas, balki juda muhim ogohlantirish berish uchun gapiryapman. Hozir firibgarlar, aynan pensionerlar, nafaqa oluvchilar, ijtimoiy yordam oladigan oilalar va bank kartasiga pul tushadigan odamlarni nishonga olyapti. Telefoningizni hozirroq tekshirmasangiz, ertaga pensiya pulingiz kartadan yechib olinishi, nomingizga qarz rasmiylashtirilishi yoki hisobingiz bloklanishi mumkin. Shu sababli videoni oxirigacha ko'ring. Bu ma'lumot sizga, ota-onangizga, bobongizga, qo'shningizga va yaqinlaringizga kerak bo'ladi. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar bir kishining bo'lsa ham pulni saqlab qolsa, demak foydasi katta. Avvallari pensiya masalasi oddiyroq edi. Odam pensiyasini pochta orqali olar edi yoki bank kartasiga tushsa ham ko'pchilik kartani faqat bankomatdan pul yechish uchun ishlatar edi. Telefon orqali bankka kirish, kod yuborish, ilova o'rnatish, onlayn kredit olish, karta raqamini kiritish kabi ishlar kam edi. Shuning uchun xavf ham boshqacha edi. Kartani yo'qotish, PIN kodni birovga aytib qo'yish yoki bankomat yonida aldanib qolish. Hozir esa vaziyat o'zgardi. Pensiya kartaga tushadi. Karta telefon raqamiga bog'langan. Telefon raqami bank ilovasiga ulangan. Bank ilovasi esa kod yoki tasdiqlash xabari orqali ishlaydi. Demak, telefoningiz qo'lga kiritilsa yoki ilinmagan, telefoningizdagi ma'lumotlar firibgar qo'lga tushsa, u nafaqat kartadagi pulni yechishi, balki sizning nomingizda amallar bajarish ham mumkin. Eng xavfli tomoni shundaki, odam ko'pincha buni darhol bilmaydi. Pul tushgan kuni karta bo'shab qoladi. Keyin esa men hech narsaga rozilik bermaganman deb bankka boradi. Lekin tekshiruvda SMS kod kiritilgani, ilova orqali tasdiqlangan yoki karta ma'lumotlari ishlatilgan chiqadi. Men aniq aytaman, davlat sizning telefoningizda oddiy ilova borligi uchun pensiyangizni olib qo'ymaydi. Pensiya qonuniy huquq asosida tayinlangan bo'lsa, uni shunchaki telefonda falon narsa bor ekan deb bekor qilishmaydi. Lekin telefoningizdagi ayrim xavfli narsalar sababli pensiya pulingiz kartadan yo'qolishi, qarzdorlik bo'lsa undirishga ketishi yoki firibgarlik oqibatida hisoblaringiz vaqtincha muzlatilishi mumkin. Shuning uchun pensiyangizni olib qo'yishadi degan gapni men shunday tushuntiraman. Pulingizni firibgarlar olib qo'yishi mumkin. Yoki siz bilmagan qarz va jarimalar sabab kartaga tushgan pensiyadan ushlab qolinishi mumkin. Mana shuni farqlash juda muhim. Birinchi xavfli narsa telefoningizda siz tanimaydigan bank ilovasi yoki mikrokredit ilovasi bo'lsa. Masalan, odamning telefonida bank ilovasi o'rnatilgan, lekin u undan foydalanmaydi. Bir kuni unga sizga yordam beramiz, pensiyangizni ko'paytirib beramiz, kompensatsiya chiqdi deb qo'ng'iroq qilishadi. Keyin telefoningizga kelgan kodni ayting deyshadi, pensioner kodni aytadi. Natijada firibgar bank ilovasiga kiradi. Kartadagi 1 million 200 ming so'm pensiyani yechadi yoki boshqa kartaga o'tkazadi. Ikkinchi misol. O'li taksi yoshli ayolning kartasiga har oy 1 million 800 ming so'm pensiya tushadi. Telefoniga nafaqa g'ayti hisoblanadi. Ariza yuboring degan SMS keladi. SMS ichida havola bor. U havolani bosadi, sahifada karta raqami. Amal qilish muddati va SMS kod so'raladi. U rasmiy sayt ekan deb o'ylab kiritadi. Ertasiga kartadan 1 million 750 ming so'm yechib olinadi. Ayol bankka borganda pul internet to'lov orqali ketgani ma'lum bo'ladi. Bu yerda ayolning pensiyasi bekor qilinmagan, lekin pensiya puli firibgar qo'liga o'tgan. Ikkinchi xavfli narsa telefoningizda masofadan boshqarish dasturlari bo'lsa, bunday dasturlar ba'zan Animdesk, TeamViewer, Rusdesk, Remote Support kabi nomlar bilan bo'ladi. Ularning o'zi yomon emas. Kompyuter ustalari, texnik yordam xodimlari ishlatadi. Lekin firibgarlar pensionerlarga men bank xodimiman, telefoningizni tekshirib beraman, kartangiz bloklanibdi, yordam beraman, pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun ilova o'rnating deb shunday dasturlarni o'rnattiradi. Keyin ekraningizni ko'radi, siz kiritgan SMS kodlarni o'qiydi, bank ilovasiga kiradi. Men buni juda oddiy tushuntiraman. Agar telefoningizda begona odam sizning ekraningizni ko'ra oladigan dastur bo'lsa, bu go'yo uyingiz kalitini notanish odamga berib qo'yish bilan teng. U dastur ochiq turganda siz bank ilovasiga kirsangiz, u ham ko'radi. Siz kod yozsangiz, u ham ko'radi. Siz karta balansini ochsangiz, u ham biladi. Shuning uchun
pensionerlar telefonida bunday dasturlar bo'lsa, albatta tekshirish kerak. Uchinchi xavfli narsa SMS kodlarini boshqa odamga yuborish odati. Ko'p odam kodning nima xavfi bor, pulni baribir karta bilan yechishadi-ku deb o'ylaydi. Bu xato. Hozir SMS kod ko'p joyda sizning elektron imzoyingizga o'xshaydi. Bank ilovasiga kirish, pul o'tkazish, kredit olish, karta qo'shish, to'lovni tasdiqlash, hatto ayrim xizmatlarda shaxsni tasdiqlash uchun SMS kod ishlatiladi. Agar siz kodni aytsangiz, ko'pincha amaliyotga o'zingiz rozilik bergandek ko'rinadi. Masalan, pensioner erkakka qo'ng'iroq qilishadi. Amaki, sizga 600 ming so'm qo'shimcha to'lov chiqdi, hozir tasdiqlasak ertaga tushadi deyishadi. Keyin SMS keladi. SMSda aslida bankka kirish kodi yozilgan bo'ladi. Firibgar, kodni ayting, arizangizni tasdiqlaymiz deydi. U aytadi. 10 daqiqada kartadagi 900 ming so'm yechiladi. Shuning uchun men har doim aytaman. SMS kodni hatto o'zini bank xodimi deb tanishtirgan odamga ham aytmang. Haqiqiy bank xodimi hech qachon sizdan SMS kod so'ramaydi. 4-chi xavfli narsa telefon raqamingiz boshqa odam nomida bo'lishi. Bu juda ko'p uchraydi. Masalan, pensiya kartasi onaning nomida, lekin bankdagi SMS xabarlar o'g'lining eski raqamiga ulangan yoki telefon raqami qo'shnining pasportiga olingan yoki odam yillar oldin sim kartani tanishidan olib ishlatgan. Bunday holatda xavf nimada? Agar raqam egasi raqamni qayta tiklasa yoki operator orqali o'z nomidagi sim kartani olsa, bank xabarlari va kodlar unga borishi mumkin. Bu esa kartadagi pulga xavf tug'diradi. Shuning uchun kim xavotir olishi kerak? Birinchidan, pensiyasini bank kartasi orqali oladiganlar. Ikkinchidan, telefonda bank ilovasi bo'lganlar. Uchinchidan, farzandlari yoki nabiralari telefonni ishlatib turadigan keksalar. To'rtinchidan, pensiya oshdi, kompensatsiya beriladi. Moddiy yordam chiqdi degan SMS yoki qo'ng'iroqlar olganlar. Beshinchidan, telefonda ko'p noma'lum ilovalar bor, lekin nima ekanini bilmaydiganlar. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi mumkin? Agar telefoningizda faqat oddiy qo'ng'iroq, rasmiy bank ilovasi bo'lsa, ilovalarni faqat Play Market yoki App Store'dan yuklagan bo'lsangiz, SMS kodni hech kimga aytmasangiz, karta ma'lumotlarini hech qayerga kiritmasangiz, xavf ancha kamayadi. Lekin bu ham tekshirmaslik kerak degani emas. Chunki ayrim ilovalar telefoningizga siz bilmagan holda o'rnatilgan bo'lishi mumkin. Ayniqsa telefonni boshqalar ham ishlatsa. Endi pensiyadan ushlab qolish masalasini alohida tushuntiraman. Ba'zi odamlar telefonimda qarz ilovasi bo'lsa, davlat pensiyamni olib qo'yadimi deb so'raydi. Telefoningizda ilova borligi uchun emas. Lekin agar sizning nomingizga haqiqiy kredit, mikrozaym, aliment qarzi, jarima, soliq qarzi yoki sud qarori bilan undiriladigan majburiyat bo'lsa, qonuniy tartibda kartangizga tushgan puldan ushlab qolish bo'lishi mumkin. Bu odatda majburiy ijro byurosi bank yoki sud hujjatlari orqali amalga oshadi. Ya'ni masala telefondagi ilovada emas, sizning nomingizdagi qarzdorlikda. Bu yerda eng nozik joy shuki, firibgarlar sizning telefoningiz orqali nomingizga qarz rasmiylashtirishi mumkin. Masalan, ular pasport rasmingizni, yuzingiz bilan selfie tasdiqlashni SMS kodni qo'lga kiritadi. Keyin 3 million yoki 5 million so'm mikrokredit olinadi. Siz pulni olmaysiz. Lekin qarz nomingizda paydo bo'ladi. Vaqtida to'lanmasa, foiz, penya, jarima qo'shiladi. Keyin ish sud yoki ijroga o'tishi mumkin. Shunda pensiya kartasiga tushgan puldan ma'lum qismi ushlab qolinishi ehtimoli paydo bo'ladi. Odam esa men hech qachon kredit olmaganman deydi. Tekshiruv boshlanadi, vaqt ketadi, asab ketadi. Yana bir nozik holat. Bolalar yoki nabiralar telefonni olib o'yin o'ynaydi, reklama bosadi, noma'lum ilova o'rnatadi. O'sha ilova ichida zararli kod bo'lishi, SMS'larni o'qishga ruxsat so'rashi, kontaktlarni ko'rishi yoki ekranni yozib olishi mumkin. Ko'pchilik ilova o'rnatayotganda ruxsat berish tugmasini o'qimay bosadi. Ilova SMS'larni o'qishga ruxsat berasizmi deydi. Odam beradi. Kontaktlarga ruxsat berasizmi deydi, beradi. Keyin telefon ichidagi ma'lumotlar xavf ostida qoladi. Yana bir misol, bir kishi pensiya uchun ariza tekshiraman degan Telegram botga kiradi. Bot pasport seriyasi, JSSHIR, karta raqami, telefon raqami so'raydi. Odam hammasini yozadi. Aslida esa rasmiy davlat xizmati emas, firibgar bot. Keyin unga qo'ng'iroq qilib, ma'lumotlaringiz mos keldi, endi SMS kodni ayting deyishadi. Shuning uchun Telegramdagi har qanday botga pasport, karta va SMS kod kiritish juda xavfli. Rasmiy xizmat bo'lsa ham manbasini tekshirish kerak.
Yana bir katta xato. Mening kartamda katta pul yo'q, menga qiziqishmaydi deb o'ylash. Firibgar uchun 300 ming so'm ham pul. Agar u bir kunda etik kishidan 300 ming so'mdan olsa 25 million so'm bo'ladi. Pensioner kartasi pensiya tushadigan kunlarni ham kuzatishadi. Ayrimlar ataylab oyning ma'lum sanalarida qo'ng'iroq qiladi. Chunki shu kunlarda pensiya, nafaqa, ish haqi tushadi. Demak, pul o'z bo'lsa ham xavf bor. Birinchi qadam telefoningizdagi ilovalarni ko'rib chiqing. Android telefon bo'lsa sozlamalarga kiring. Ilovalar yoki applications bo'limini oching. U yerda siz tanimaydigan nomi g'alati belgisini ko'rmagan ilovalarni toping. Ayniqsa masofadan boshqarish, tozalash, tezlashtirish, kredit, pul, bonus, kompensatsiya, yordam, VPN. Skaner nomli ilovalarga e'tibor bering. Agar ilovani kim o'rnatganini bilmatsangiz, avval farzandingiz yoki ishonchli mutaxassisdan so'rang, keyin o'chiring. Lekin bankning rasmiy ilovasini adashib o'chirib yubormang. Ikkinchi qadam, SMS ruxsatlarini tekshiring. Sozlamalarda ruxsatlar yoki preference bo'limiga kiring. Qaysi ilovalar SMS o'qiy oladi, kontaktlarni ko'ra oladi, telefon qo'ng'iroqlariga kira oladi. Ekranda ustdan chiqib turadi. Shularni tekshiring. Oddiy fon rasmiy ilovasi, o'yin yoki chiroq ilovasi SMS o'qishga ruxsat so'rasa, bu shubhali. SMS kodlar bank xavfsizligining bir qismi. Shuning uchun har qanday ilovaga SMS ruxsati bermang. Uchinchi qadam, bank ilovasini tekshiring. Faqat rasmiy ilovani ishlating. Ilovani Telegram kanal, SMS havola yoki begona sayt orqali yuklamang. Bank ilovasiga kirib, ulangan qurilmalar, oxirgi amaliyotlar, karta sozlamalari, internet to'lovlar, limitlar bo'limini ko'ring. Agar siz bilmagan pul o'tkazmalari, noma'lum qurilma, yangi karta yoki g'alati to'lovlar bo'lsa, darhol bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. 4-qadam, kartangizga limit qo'ying. Ko'p bank ilovalarida kunlik o'tkazma limiti, internet to'lov limiti, naqd yechish limiti bo'ladi. Masalan, kartangizda 2 million so'm pensiya bo'lsa, internet to'lov limitini 200 ming yoki 300 ming so'm qilib qo'yish mumkin. Bu firibgarlikni to'liq to'xtatmasligi mumkin, lekin zarar miqdorini kamaytiradi. Agar katta to'lov qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha kuni limitni vaqtincha oshirib, keyin yana pasaytirasiz. 5-qadam, SMS kod qo'ydasi. Buni uyda hamma bilish kerak. SMS kod hech kimga aytilmaydi. Bank xodimiga ham, pensiya bo'limidanman deganga ham, prokuraturadanman deganga ham, operator xodimiman deganga ham aytilmaydi. Agar kimdir sizdan kod so'rasa, bilingki, bu juda katta ehtimol bilan firibgarlik. Qo'ng'iroqni uzing. Keyin o'zingiz bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling. Rasmiy raqamni Google reklamasidan emas, kartaning orqa tomonidan, bank ilovasidan yoki bankning rasmiy saytidan oling. 6-qadam. Telefon raqamingiz kimning nomida ekan tekshiring. Mobil operator ofisga pasport bilan boring va ishlatayotgan raqamingiz o'z nomingizda ekanini aniqlang. Agar raqam boshqa odam nomida bo'lsa, bank kartangizni, pensiya xabarlarini va muhim xizmatlarni bunday raqamga bog'lab qo'ymang. Imkon bo'lsa, raqamni o'z nomingizga rasmiylashtiring yoki yangi raqam olib bankda ma'lumotlarni yangilang. 7-qadam. Qarzdorlik bor yo'qligini tekshiring. Agar pensiyadan pul ushlab qolinayotgan bo'lsa, darhol bankdan hisobvaraq bo'yicha ko'chirma oling. Unda pul qayerga ketgani ko'rinadi. Keyin majburiy ijro byurosi bo'limiga yoki tegishli tashkilotga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlangani haqidagi hujjat, bank kartasi, hisobvaraq ko'chirmasi, SMS xabarlar skrinshotlari. Agar firibgarlik bo'lsa, qo'ng'iroq raqamlari va yozishmalarni olib boring. Mening pensiyamdan nima sabab ushlab qolinyapti? Qaysi hujjat asosida, qaysi qaror bilan deb yozma ariza bering. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. 8-qadam. Firibgarlik bo'lsa, vaqtni boy bermang. Agar kartangizdan pul yechilganini ko'rsangiz, darhol bankka qo'ng'iroq qilib kartani bloklang. Keyin bank filialiga borib e'tiroz arizasi yozing. So'ng ichki ishlar organlariga murojaat qiling. Arizada sanani, vaqtni, qancha pul ketganini, qaysi raqam qo'ng'iroq qilganini, qaysi havolaga kirganingizni, SMS kod aytilgan yoki aytilmaganini aniq yozing. Telefoningizdagi SMS, Telegram yozishmalari, qo'ng'iroq tarixi, skrinshotlarni o'chirmang. Bu dalil bo'lishi mumkin. 9-qadam, yaqinlaringiz bilan birga tekshiring. Agar ota-onangiz keksa bo'lsa, ularga telefonni bering, tekshiraman deb qo'pol muomala qilmang. Tushuntiring. Bu sizni nazorat qilish emas, pulingizni himoya qilish deng.
ularning telefonda bank ilovasi bo'lsa, parolni yodlab qo'yish emas, xavfsiz joyda saqlashga yordam bering. Telefoniga ekran paroli qo'ying. Pin kod juda oddiy bo'lmasin. 1111, 1000 tug'ilgan yil telefon raqamining oxiri bo'lmasin. Agar imkon bo'lsa, barmoq izi yoki yuz orqali ochishni so'zlang. 10-qadam, rasmiy manbalarni ajrating. Pensiya, nafaqa, kompensatsiya, moddiy yordam haqidagi xabarlarni faqat rasmiy davlat portallari, bankning rasmiy kanallari. Mahalla yoki pensiya bo'limining aniq ma'lumoti orqali tekshiring. Telegramda hamma pensionerlarga 20 million so'm beriladi. Havolaga kiring degan xabarlarni yaqinlaringizga yubormang. Bunday xabarni yuborish orqali siz bilmasdan firibgarlarga yordam berishingiz mumkin. Yana bir maslahat. Telefoningizni bozorda yoki ustaxonada ta'mirlatganda ehtiyot bo'ling. Telefonni paroli ochiq holda begona odamga uzoq vaqt qoldirmang. Bank ilovasidan chiqib qo'ying. Muhim rasmlar, pasport skanlari, karta rasmlarini telefon galereyasida saqlamang. Agar pasport rasmini yuborish kerak bo'lsa, faqat rasmiy tashkilotga va ishonchli kanal orqali yuboring. Karta old orqa rasmini hech kimga yubormang, ayniqsa orqa tomondagi CVV kodni hech qachon ko'rsatmang. Bugungi gapning eng muhim joyi shuki, telefoningizdagi begona ilova, noma'lum havola masofadan boshqarish dasturi, SMS kodlarini boshqalarga aytish, boshqa odam nomidagi telefon raqami va tekshirilmagan qarz ilovalari pensiya pulingizni xavf ostiga qo'yadi. Davlat telefoningizda oddiy ilova borligi uchun pensiyangizni bekor qilmaydi. Lekin firibgarlar telefoningiz orqali pulingizni olib qo'yishi yoki nomingizga qarz chiqarishi mumkin. Keyin bu qarzlar muammo bo'lib qaytadi. Shuning uchun hozir videoni tugatgach, telefoningizdagi ilovalarni tekshiring. SMS ruxsatlarini ko'ring. Bank ilovasidagi amaliyotlarni tekshiring. Telefon raqamingiz o'z nomingizda ekanini aniqlang va yaqinlaringizga ham ayting. Ayniqsa ota-onangiz, bobongiz, yolg'iz yashaydigan qarindoshlaringiz va telefon ishlaridan yaxshi tushunmaydigan odamlarga yordam bering. Sizda shunday holat bo'lganmi? Kartadan pul yechilganmi? SMS kod so'rashganmi? Pensiya oshdi deb qo'ng'iroq qilishganmi? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalarga ham ogohlantirish bo'ladi. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni yaqinlaringizga yuboring. Bitta yuborilgan video kimningdir butun oylik pensiyasini saqlab qolishi mumkin.